Assalomu alaykum zamin obunachilar. Bugun 10-avgust 2026-yil ushbu modelimiz sotildi. Namangan viloyati Norit tumaniga Reksha modelimiz. Nechta sotildi ekan aka? 11 million 800. 11 million 800 ming so'mga sotildi va bizning do'konimizda mana savdolarimiz davom etmoqda. Ushbu skuterimiz ham 5 million so'mga sotildi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimi, ma'qulmi skuter? Ma'qul, zo'r. Yaxshimi yurishlari, nimalari? Zo'r. Narx-navolari qanday aka? Narx-navolari ham zo'r. Rosa biz bop ekan. Akamlar mana hamma joyda aylanib kelishibdi, ko'rishibdi. Mana xudo xolisa obunachilarimizga nima deysiz aka, nima tavsiya qilasiz? Kelinglar, mana turidan bor ekan. Bemalol kelib, olminsalang bo'lar ekan mana. Aka, yaxshi kunlarga minglab nasib qilsin. Kimga mana shunday arzon narxda skuterlar, motorollerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Va shuning bilan birga bizda har xil turdagi Reksha modellarimiz ham mavjud. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yangi modelimiz mana orqasida bachoylari bilan bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday bachoylar bilan, korzinkasi bilan mana shu holatda ko'rishlaringiz mumkin. Tank modellarimiz bor. 11 million 500 ming so'mdan boshlanadi tank modellarimiz, 12,5 million so'mgacha Reksha modellarimiz bor va ichkarida motorollerlarimiz bor. Mana bunday super modellarimiz bor. Benzinli motorollerlarimiz bor. Hammasi arzon narxda. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'i. Assalomu alaykum zamin obunachilari. Bugun 10-avgust 2026-yil ushbu modelimiz sotildi. Farg'ona viloyatiga 5 million so'mga sotildi. Insonga xayrli bo'lsin, barakasini bersin, yaxshi kunlarga minsin. Kimga mana shunday arzon narxdagi skuterlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'i.